Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuş qilishimiz qanamizda diqqətinizlər ekranımız olsun. 10-cu növbətlik Dünya Şərq Türkistanlıqlar qarindaşlıq uçuruşuş yığını 2-ci günüge qadam qoydu. 24 iyul İstanbul Kaya mehmonxonasida o'tkazilayotgan 10-cu növbətlik Şərq Türkistanlıqlar uçuruşuş yığını 2-ci günüge qadam qoydu. Atigan saat 9:20dan 10:20gacha tadqiqotchi yozuvchi Doktor Abdurahmon Jamal Qashqari milliy birlik va milliy kimlik temasida to'xtalib, kimlik degan nima, milliy kimlik va ummat uqumi, kimlik omillari, tarix va kimlik, madaniyat va kimlik, kimlik va urf-odat qatorliq atalg'ularga islom qoida prinsiplari va tafakkur nuqtasidan izohat berdi. Milliy birlikni hosil qilish uchun birinchi siyosetdagi o'zgarmas masalalarni aniq belgilash lozim. Aqidamizda o'zgargan bo'lmaydigan ya o'zgarmaydigan qizilsiq xarakterlik doiralar bor. Shariatda bor, ibodatda bor, siyosatda bor. Biz elib namatgan masalamiz siyosiy bo'lgan ekan, millatning kimligiga asosan siyosatda o'zgarmaydigan masalalarni aniq belgilash lozim. Uyg'urlarning 21-asrdagi siyosiy harakatlarga bir qator qarab chiqqan vaqtimizda o'zgarmaydigan siyosiy masalalar, siyosiy harakatlar tuzumida aniq bo'lmaganligi uchun vatanning ismi, davlatning ismi, harakat nishoni, uzun muddatlik siyosiy plan va qisqa muddatlik bosqichlar siyosiy sahnada toza aniq emas. Halbuki vatanning ismi, davlatning ismi va harakat nishoni o'zgarmas siyosiy prinsiplardan iborat. Chet eldagi 70 yillik, taxminan 70 yillik siyosiy da'vo jarayonida millatning asosliq orzusi bo'lgan vatanning mustaqillik nishoni siyosiy harakat programmasidan tadrijiy ojizlab avtonomiya huquqi va inson haqlari davosiga tushib qolmoqda. Tadqiqotchi yozuvchi Abdulahad Uchqun Sharq Turkiston milliy mujodalasidagi o'zgarmas prinsiplar va hamkorlik temasida tafsiliy to'xtalib, Sharq Turkiston mujodalasidagi bir qism hamma e'tirof qila oladigan prinsiplarni o'ttirg'i tashlash bilan birga tashkilotlar orasida hamkorlashishning rollari va ahamiyati haqida to'xtaldi. Bunun uchun biz bu Sharqiy Turkiston degan ismdan nimani maqsad qilamiz? Ondan keyin bizning milliy da'vo degan sözümüzün o'zi nimalarni o'z ichiga oladi? Milliy da'vomiz nimalarni o'z ichiga oladi? Bizningki o'zgarmas prinsiplarimiz haqida gerçi Doktor Abdurahman tafsili to'xtalib o'tdi. Ammo bunun qarta mishal o'ltag'alla nima tushundik va nima bo'lish kerak? Bunun kamtuk yeri bormi? Qo'shab qo'yilgan boshqa gaplarimiz bormi? Fikrlarimiz bormi? Bizningki hamkorlashmoqchi bo'lsak, zaten nimalarda hamkorlashishimiz kerak? Bu savollarga barabar cevap topsak deyman. Ben bu bir sözlük işi boğallıqım için şu üzerindeki suallara evvelen üzen bir cevap vermekçi. Benim fikrimde Şarkı Türkistan degen isim 1.826.000 kvadrat kilometre ziminni öz içine alıngan, hazırki tecavüzçü Xitayla bunu Şinjan Uygur Abdunum rayonu dep atıvagan şu rayonunu maksat kılımız. Bu inek buluş gerek. Bizden hem Şarkı Türkistan degen isimdin biz aşı 1933 yılı Qashqarda kurulgan Şarkı Türkistan İslam Cumhuriyeti'ne maksat kılımız. Bu inek buluş gerek. Ondan keyin mezkur Cumhuriyet'ninki İslami prensipleri üstüge kurulgan dini ve milli tasavvuru yani ideologiyası, ayoltuzluk kök bayrağı, devlet şiri, devlet gribi, onun asas kanunda köşkütken bütün maddeleri hemmesi bizden özgermez prensiplerimiz aşı şu. Biz aşağı etmek için. Yig'in oraliqida tadqiqotchilar o'ttirg'i qo'ygan temalar ustida o'zaro muzokara qilinib, tema haqida aniq bo'lmagan uqumlar haqida mutaxassislardan savol so'rash usuli orqali aniq bo'lmagan uqumlar oydinlashtirildi.
Keşlik tamoqdan keyin tadqiqotchi yozuvchi ustoz Sirojiddin Azizi Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli va bizning vaziyatimiz temasida tafsili to'xtalib, Sharq Turkistonning hozirgi yomonlashayotgan vaziyat ahvollarini ixcham o'ttirib qo'ydi. Hamda biz chet ellarda yashayotgan Sharq Turkistonliklar bo'lish sifatimiz bilan nimalarni qilish majburiyatimiz borligini ko'rsatib berdi. Oxirida yig'inga qatnashuvchilarning so'ragan savollariga javob berdi. Xitoy bir balvoq bir yo'l qurilishining bexatarligidan ansirmoqda. Global Village Space Store'ning 24-iyuldagi sonida mashhur axborotchi James M. Dorsey qalamga olgan Şinjanning bexatarligi Xitoy bir balvoq bir yo'l plani uchun bexatarlikni kuchaytirmoqda mavzuliq maqolasi e'lon qilindi. Global Village Space Store'ning 24-iyuldagi sonida mashhur axborotchi James M. Dorsey qalamga olgan Şinjanning bexatarligi Xitoy bir balvoq bir yo'l plani uchun bexatarlikni kuchaytirmoqda mavzuliq maqolasi e'lon qilindi. Maqolada Xitoyning bir qancha trillion dollarlik atalmış bir balvoq bir yo'l qurilishida o'zgarishlar ko'rilayotganligi, asosiy qurilish va iqtisod munosabatining taraqqiyoti sababli taraqqiy qilayotgan davlatlar qatoridan chiqib, taraqqiy qilgan davlatlar qatoriga chiqarmoqchi bo'lgan Xitoy raisi Shi Jinpingning harbiy jihatdan kengaymichilik siyosatini uzluksiz kuchaytirayotganligi tilga ilindi. Bu bexatarlik qurilishi Xitoy o'tgan yili Djibutida qurgan chet elda turishliq birinchi harbiy bazada ifodalanib qolmasdan Afg'oniston va Sharq Turkistonga chegaradosh O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan bexatarlikni kuchaytirish siyosatida o'z ifodasini topadi. James Dorsey Xitoyning bexatarlikni kuchaytirishdagi birdan-bir sababining Sharq Turkiston xalqining diniy va milliy kimligidan ansirishidan ekanligini, Uyg'ur xalqi uzun zamondan beri Sharqdagi Beijingga emas, balki G'arbdagi O'rta Osiyo va Turkiyaga qaraydiganligini, Sharq Turkistonning musulmon jamiyat ekanligini, ammo Xitoy rejimining Uyg'ur xalqining butun huquqini dafsanda qilib, 21-asrdagi tajovuz xarakterli siyosat yo'li qo'yishi orqali Uyg'ur xalqining milliy kimligini tubdan yo'qotish siyosati elib berayotganligini tilga olgan. Hamda millionlagan Uyg'ur xalqini atalmış tarbiyalash lagerlarida tutib turayotganligini, shundaqli Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur yoki musulmonlarni emas, balki ularni butunlay Xitoy qilib etishni planlayotganligini ta'kidlagan. U maqolasining davomida Xitoy Afg'oniston va O'rta Osiyo davlatlari bilan bo'lgan bexatarlikni kuchaytirish sababini Suriya va Iroqdagi tashkilotlardan Pokistonning Balochiston rayoniga kelib, harbiy gazarma qurgan Uyg'ur qurolliqlariga zarb berish uchun ekanligini bildirmoqda. Xitoyning yana bir maqsadi Uyg'ur xalqining O'rta Osiyo davlatlaridagi xalqlar bilan bo'lgan qarindoshligini to'sib qilish va ularning necha 10 yildan buyon O'rta Osiyoda tinch yashayotgan Uyg'ur xalqiga bo'lgan ta'sirining oldini olishdir deganlarni tilga olgan. Xitoy turmalarda atalmış diniy oshqullarni tarbiyalab o'zgartirayotganligini oshkorladi. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirilishicha, Xitoy Kompartiyasining Organ gazeti Xalq gazetining xalqaro nashri hisoblangan Yer shari vaqt gazeti tunugun 23-iyul kuni Şinjanda turmalardagi diniy asabiy unsurlar tarbiyalanib, ideya jihatdan o'zgartirilmoqda sarlavhalik bir parcha xabar e'lon qilgan. Xabarda Sharq Turkistondagi turmalarga qamalgan diniy zotlar va diniy asabiy kuch degan gumon bilan tutqun qilingan mahbuslarga ming'i yush leksiyasi so'zlayotgan Xinjiang Ijtimoiy fanlar akademiyasi Din tadqiqot institutining tadqiqotchisi Ma Pinyanning so'zlari naql keltirilib, atalmış diniy oshqullarning ideya jihatdan o'zgartirilayotganligi ilgari surilgan. Xitoy rejimi hozirga qadar Sharq Turkistondagi yig'ib olish lagerlari va bu lagerlarda qamalib yotgan 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa yerlik millat tutqunlari haqida hech qanday uchur bermadi. Hatto atalmış Uyg'ur avtonom rayonida tarbiyalash markazi nomidagi yig'ib olish lagerlarining mavjud ekanligini izchil holda inkor qilib keldi. Mana shunday bir sharoitda Xitoy o'zi tarqatgan mazkur xabardagi bir qism uchurlar Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan darajadan tashqari ta'qiblarining ich yuzini yanada oshkorlab ko'rsatmoqda. Mazkur xabarda yana Ma Pinyanning so'zlaridan naql keltirilib, Xitoy rejimining turmalardagi diniy asabiy unsurlarni ideya jihatdan o'zgartirishda texmi yaxshi unum beradigan usullarni izlayotganligi, chunki diniy asabiy unsurlarning o'z ideyalarini turmalardami davomli tarqatayotganligi tilga ilingan. Kuzatuvchilar Xitoy rejimi mayli turmalar haqida bo'lsin yoki yig'ib olish lagerlari to'g'riliq bo'lsin, har qanday bir uchurni tashqi dunyodan maxfiy tutayotgan bir sharoitda mazkur xabardagi bir qism bayonlar qamoqdagi tutqunlarning ming'i yush tarbiyasiga qatnashtirayotganligini ko'rsatib beradi deb qaramoqda.
Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushining navbatda pul muomala urushiga aylanayotganligi ilgari surilmoqda. Erkin Asiya Radiosu'nun xabarda bildirilishicha, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushining jiddiylashishiga ergashib, Trump hukumatining Xitoy mahsulotlariga qarata chegara bejini o'stirish pozitsiyasi barg'ansiri kuchaymoqda. Bundan kelib chiqadigan muqarrar ziyonning alomatlari Xitoyda allaqachon ko'rilishga boshlagan bir mezgilda Xitoyning pul muomala sohasida qonunsiz o'yin o'ynayotganligi pash bo'lmoqda. Reuters agentligining bildirishicha, Prezident Trumpning taklif bilan Amerika davlat xazinasining sekretari Steven Mnuchin Xitoyning yaqinda buyoqqa pul muomala sohasida o'ynayotgan bir qator o'yinlarga yaqindan diqqat qilmoqda ekan. Bosh shtabi Nyu-Yorkdagi Goldman Sachs pul muomala guruhining analizchilari o'tgan juma kuni o'z xaridorlarini ogohlantirib, savdo urushi navbatda bir maydon pul muomala urushiga aylandi degan. Kanadada chiqadigan CBC xabar agentligining bildirishicha, Amerikaning Xitoyning eksport mollariga 25% boj qo'yishi Xitoy iqtisodiga ko'rinarli ta'sir ko'rsatib, Xitoy yuanining pul muomala bozoridagi qimmatini tuvanga tushirayotgan. Halbuki Xitoy ko'z oldiga yaqinlab kelayotgan iqtisodiy cho'kishning vaqtliq oldini olish uchun xalqaro pul muomala sohasida yangi o'yinlarni o'ynayotganligi bilinmoqda. Kuzatuvchilar Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi savdo urushi yana mukaskinlashsa, iqtisod bilan qad ko'targan Xitoy imperiyasining uzunga bardoshlik berilmay patqoq petib qilish mumkinchiligini taxmin qilmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishga sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.